Ingliz tili talaffuzingiz hayolda gapirganingizda idealni chiqadi-da. Lekin hayotda kimdir bilan gaplashganingizda galib ketasiz talaffuzingizdan. Men hozir sizlarga shuni to'g'rilashga 3 ta texnikasini tushuntiraman. Birinchisi, miyada tovush degan narsa yo'q. Bitta faqat fikr bor. O'shaning uchun nima qilishingiz kerak? Har doim nimadir gapirmoqchimisiz? Hayolda gap tuzyapsizmi? Sirazu shu narsani gapiring. Erinmasdan kerak bo'lsa Telegramdan o'zingizga o'zingiz audio fayl jo'nating-da, o'zingiz qayta eshiting. Birinchi martasi yoqmaydi, ikkinchi martasi yoqmaydi, lekin 10-marta eshitganingiz idealni o'zi chiqadi talaffuz qilishga. Ikkinchisi, so'zlar boshidan talaffuziga e'tibor berilmagan. Misol uchun, men o'ylayman degan I think. Siz ham birinchi marta o'sha think so'zini I think deb yodlaganingizda think emasda I think 90% hamma ingliz tili o'rganuvchilar thank you deydi. Chunki boshidan bu narsa noto'g'ri yodlab olingan. Agar ingliz tilini yodlashni boshlaysizmi, bitta so'z yodladingizmi, har doim talaffuzini sirazu tekshiring. Bo'ldi. Vaqt ham ekonom qilasiz, ham to'g'ri yodlab olasiz. Uchinchisini aytishimdan oldin sahifamga obuna bo'ling. Qo'ying. Uchinchisi, ingliz tilida intonatsiya degan narsa bor. Gapni robotga o'xshab to'liq bitta tovushda emasda, ko'tarib, tushirib gaplashishimiz kerak. Misol uchun, what did you do yesterday? Lekin what did you do yesterday deydigan bo'lsak, bu o'sha ham intonatsiya, ham to'g'ri talaffuz. O'qish kerak emas, imенно gapirish, qaytarish kerak. Shadowing strategiga o'xshab. Agar shunaqa rostakam ingliz tilida gaplashmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'ling.